Farq qo'yish so'zlari emas, zo'ridan, yoshidan, uddaridan keldi. Yashang. Aka bu yosh qo'yim mana shu. Hali tish buzgan yo'q. To'qlimi hali? To'qli mana. Gap yo'q. Akalar hali tishi to'qli tishi bilan turibdi. Ko'ryapsizlar? Umuman bemalol ko'ryapsiz. Mana akalar, yelini ham bor ekan. Gap yo'q. Aka nechi bosh endi bu yerda? O'zi 5 bosh. Ozgina. Gap yo'q. Akalar ozgina o'zi 5 bosh mana shunaqa qo'ylarni zo'r yetib kelibdi akalar Qashqadaryo viloyati G'uzor tuman Tugal mahallasiga. Xo'p akalar 20-may sanasi bilan sizlarga ko'rsatib turibmiz. Endi Murod aka, bunday gapda, bu qo'ylarimizni ham sotish kerak. Hozir bir arzonroq qilib beraylik, oladigan odam bir maza qilib mol qilsin. Surob, o'sha YouTube'dagi gap 6 million so'm O'zbekiston bo'ladi. 6 million so'm O'zbekiston bo'ladi. O'zbekiston bo'ladi. Gap yo'q. 5 million 900 dan o'zlari kelib ketishursin. Akalar 6 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki 5 million 900 ming so'mdan kelib o'zlaringiz olib kelsalaringiz ham bo'laveradi. Hammamizda akalar xonadonimizga mana shunaqa yirik, baquvvat qo'y-qo'zilardan nasib qilsin. Bo'ylari ham akalar 85-90 mana shu atrofdagi baquvvat akalar yirik qo'ylarimiz akalar sotuvga kelibdi. Ulgurgan odam olib qoladi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammamiz xonadonimizga barakali chorva mollardan minglab millionlab bo'lsin.